Koreyada butun xullas mana shu Koreyaga keladigan chet elliklar bor. Koreyani bitta ichimlikni yaxshi ko'rishadi, постоянно ichishadi. U trendda, ular butun dunyoda trendda. Hozir men sizga o'shani tayyorlab beraman. Siz ichib ko'rib, siz ham agar yoqsa, obunachilaringizga ham maslahat beramiz. Ketib tayyorlab beraman. Penijomga kirish kerak. Shunaqa penijomlarda bo'ladi. Mana muz. Bitta mana banandan kerak bo'ladi. Bananli sutda mashinaga O'zbekistonga olib kelsa ham zo'r bo'ladi. Bitta banan kerak bo'ladi. Rostdan trendlari nimamikin? Mana shu sutni aytyapman, agar O'zbekistonga kim olib kirsa, normalniy boyib ketadi bor. Yo'q, kiraymikin? Olib kiring. Bundan narsa qilib ochib oldim o'zi. Siz buni bitta ichib ko'ring, men sizga eng baho berasiz. O'z mazaliga o'xshayapti. Aralashib ketaman. Moza yer. Bosh katta. Ketchinchi. To'kilib ketadi. Aylantiramiz ozgina. Buni Koreyada yashab yurgan do'stlarga ham jo'natib qo'yinglar, bitta shunaqa ichib ko'rsin. Men o'zim ham ko'p ichaman juda ham. Yo'q, qani, bismillah. Banan bilan. Shikarat o'zi chiqishadi-yu, yana ham zo'r bo'ladi. Ana bananli shokolad sotishadi-yu, hech kim ko'rmagan, rosa ko'p. Masharaba. Sizlar ham agar Koreyaga kelib qolsalaring, mana shunaqa qilib ichib ko'ringlar, ishoninglar, vashi bomba. Bananli shokolad maza ekan. Tavsiya qilasizmi?